Hammaga salom do'stlar, bu men Backplay va biz sizlar bilan bugun butun dunyodagi tuzoqlarni ko'ramiz. Xo'sh. Ha, to'g'ri. Xo'sh, birinchi tuzog'imiz bu temirli eshiklar bilan. Bu tuzoqni hammamiz bilamiz. Zombilar va creeperlarni ana shu tuzoqqa tushirganmiz. Xo'sh, keyingi tuzoqimiz esa bu tuzoqni bilaman. O'zim ham ko'rganman. Xo'sh, keyingi tuzog'imiz esa bu chamonli tuzoq ekan. Xo'sh, undan keyin esa bu tuzoqni o'zim ko'rganman. Agar ana shu tuzoqning nomini bilmasanglar, ana shu tuzoqning nomi mening Telegram profilimda bor. Xo'sh, keyingi tuzoq esa bu lukli tuzoq. Bu xuddi shunday, faqat plitalar bilan. Xo'sh, keyingi tuzog'imiz esa отравление. Ana shu отравленияni yomon ko'raman. Bu yoqqa richak bor ekan, qanaqadir mexanik usullari. Xo'sh, nima bo'lar ekan? Voy, tentani ovozini eshitdim. Voy. Yaramas, nima o'ldirmoqchi edingmi? Yaxshiyam kreativda ekanman. Xo'sh, do'stlar, shunday video bo'ldi. Videomiz nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna va podpiskani bosib qo'yinglar. Va hammaga xayr.